Dasturimizga navbatdagi murojaat Samarqand shahri Baxtli hayot mahallasi fuqarolaridan kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, 50 ta xonadon vakillari 2019-yilda qurilish tashkiloti bilan shartnoma tuzishgan. Unga ko'ra uylar 2021-yilda topshirilishi kerak bo'lgan, ammo oradan 5 yil o'tgan bo'lsa-da, uylar o'z egalariga berilmagan. 2019-yili bizlar shartnoma asosida to'lov qildik, uyni oldik. Mana 3 yilda bitkazib topshiraman degan joyda mana bizlarni aldab 5 yil bo'ldiki, nima qilganimiz, hali boshqa joylar yemirilsa ketib, qulab ketyapti o'zi, hali kirmagan uylarimiz. Bu uyni qachon bizga topshiradi bilmadim. 7-bedamdan uy olganman, 7-etajda 2 xonali 2009-yil shartnoma qilingan. 22-yil topshirish kerak edi shartnoma bo'yicha. Uyda kadastri chiqmaydi shu kungacha. Mana 3 yil to'g'ri o'tib ketyapti. Uysiz, ko'chada hamma. Chiqib qarasangiz, mana 7-etaj, 8-etajda uyda yashayapti. Даже suvsiz, gazsiz, svitsiz yashab turibdi odamlar. Majburlikda kelib yashab turibdi sovuqda. O'g'lim student edi, o'qiyotgandi, shunga quvonib shu yerda turadi deb, o'zimiz ham kelib turamiz, gaz yo'q bizlar qishloqda, shu yerga kelamiz deb umid bilan olgandik. Endi 4 yil, 5 yil bo'lyapti. 2 yilda bitirib, 3-yiliga pulini tugallaysizlar deganda, pulini tugallab bo'lganmiz. Puli qolmagan, lekin uy yo'q. Fuqarolarning bizga ma'lum qilishicha, quruvchi tashkilot rahbari bu ko'p qavatli uyni bankka garovga qo'yib kredit olgan. 24-yil shu yili ipotekaga garov asosida bizlar mana shu domni biz o'zimizni pulimizga qurilgan domni garovga qo'yib, o'z 16 milliard so'm pul olgan. Bankka kredit olib topshirib qo'ygan bu uyda. Endi u kredit bankiga borib so'rasak, bizlar aytibdiki, bizlar deyapti, aprelgacha bu domni bo'shatasizlar, o'zlaringga qaytadan sotaman deyapti. Shuncha aholi nima qiladi? Qarang, shuncha aholi olgan, uzoqdan yaqindan olgan bu yerda. Qancha umidlar bilan olgan edik. Bu ketgandan keyin nima qilamiz? Yana qayta sotib olamiz. Qani? Bor budimizni sotib shu domni olgan edik bizlar. Barcha savollarimizga javob olish uchun quruvchi tashkilot bilan uchrashib gaplashmoqchi bo'ldik, ammo ular boshqa viloyatdaligi sababli telefon orqali bog'landik. Tushuntirdik ularga, mana suvni ochib berdim, svetini ulab berdim. Bitta bularda gaz muammosi qolyapti, endi kadastr bo'lyapti-da. Gapni to'g'risi, zavodda, bankda turibdi. Taqiqdan ichmasak, zavoddan ichmasak, u baribir taqiq bo'lib turaveradi, o'zi yozgacha bo'ladi. Biz aytilgan muddat kelishi bilan mavzuga va manzilga yana qaytamiz. Sharos Yo'ldoshev va Sherzod Rashidov, Samarqand.